Vay. Vay, Araslanka, yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz-chi yaxshimi? Araslanka, bugun kech vaqtingiz bormi? Do'stlar yig'ilib birga tomoq yemoqchi to'q. Hammasi meni yigitimni bilib ib kelmamsan deydi. O'zingizmi bilasiz, mening ya yigitim bo'lmasa. Shunga sizni yigitimning rolini elib birga berish berarlarmi deb telefon qilishimdi. Vaqtingiz yetami? Men yigitingizning rolini olsam qanday bo'lar? Men degan oilasi bor odam. Yana kelib bu ishlarni ayolim uqib qolsa, Voy, Araslanka, siz demisiniz, men demisam bu ishni kim biladi? Yana kelib, nihoyat bir vaqt tomoqni birga yeydigan ish shu. o'g'il shu. Ammo men ishdan tushib, udil uyga qaytmasam, ayolim yo'ldan qarab o'tirdi-da. Bir kun uyga boshqa yo'l bilan aylanib qaytsangiz hech nima bo'lmas. Kim biladi, aylanib mangan yo'lingiz yarab qilib, kunda shu yo'ldan mansam bo'ladi deb turib olamsiz texi. Meni to'g'ri yolg'irtmasangiz-chi Arslanka, ma'qul danga. Agar fursatni ching tutib ma'qul demasangiz, bu tomoqni yeydiganga o'rningizga boshqa odam bormi? Tezroq bo'lasiz. Kunlarning birida og'an rolimiz rostga aylanib qolsa ajab emas. Ma'qul. Undaq bo'lsa men ishdan tushib sizga telefon qilay. Vay. Arslan, kechda baldiroq kelasiz-da. Men sizni amroq deb ata-aytan oshpazning guruchini elib, o'qishda polo atkil o'yga mangdim. Oshpazning guruchida polo olsam bek amroqdingizg'u? Xotin, balkim bugun ishdan tushib uyga boshqa bir yo'l bilan men qilishim mumkin. Uy kechroq qolib qolaman deymi? Shu meni saqlamay, tomoqni o'zing yeyvergin. Ata-aytan sizni deb atgan tomoq tursa, albatta sizga yemay saqlab turman-da. Xotirjam ishlaringizni tugitib keling. Seni bir an gülüm sen desen aldırmasan tartsan koyunu. Agar fursatni ching tutib ma'qul demasangiz, bu tomoqni yeydiganga o'rningizga boshqa odam bormi? Ata-aytan sizni deb atgan tomoq tursa, albatta sizga yemay saqlab turman-da. Xotirjam ishlaringizni tugitib keling. Arslan? Arslan? Vay? Vay? Arslan? Xotin. Xotirjam tomoq tayyorlik qilayman. Bugun kechdimi? Xuddi burunqidek asrga yo'ldan chapmay. O'dilga qaytaman.